Rus-Ukrayna urushi butun dunyo miqyosida qiziq nuqta bo'layotgan bir paytda musulmonlarning ko'zi yana bir qatam ochilgandek bo'ldi. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles and his helicopter. This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too. On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez? Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. Doktor İyad Xunaybi bu to'g'risida mundaq dedi. Men hozirgacha axborotchilarning va siyosatchilarning 5 bayonini ko'rdim. Uning ma'nosi Ukrainaliklar Suriyalik, Iroqlik yoki Afg'onistonliklarga o'xshamaydi. Chunki ular seriq tanlik, ko'k ko'zlik Yevropaliklar. Shunga biz ularga jiddiy ko'ngil bo'lishimiz kerak. Esinglarda bo'lsinki, Bosniya Gersiya Govinadagi musulmonlar dunyoning oldida o'ldirilgan, qiyin qistoqqa ilingan va nomuslari tajovuzchilik uchragan. Ularmo seriq tanlik va ko'k ko'zlik Yevropaliklar edi. Ammo bu yerda ularning qinni to'kishga chaqiradigan bir narsa bor bo'lib, u bo'lsa-mu ular musulmonlardir. Shundoq turg'uliq quyruqchilar, yaloqchi mollalar kelib, maktabda bolalarimizga islomdagi jihad tekstlarini rad qilishga majburlayotdi. Va ularga islom fatihligining gumonliq, mumkin bo'lmaydigan ish ekanligini, hal qilish chorasining faqat hammaylarning xalqaro qonun bo'yicha ish ilib berish kerakligini o'rgatyotdi. O'xshash tajovuzga uchrab, yurtlarda musofir bo'lgan musulmonlarning jasadlari dengizlarda beliqlarga yem bo'lib, chegara tomlari orqali to'sib qo'yilmoqda. Millionlarcha o'ldirilgan musulmonlarning qon yishi, sabiy bolalari, tajovuz bo'lgan ayollarning faryodi dunyoning insonligini qo'zg'ay olmaganligiga qaramay, Ukrainadagi bir qancha kunlik urushda o'ldirilgan bir qancha bolaning tragediyasi dunyoning vijdonini, insonligini uyg'otib qo'ydimi? Dunyodagi eng dahshatli irqiy qirg'inchilik Xitoy olimpikini to'xtatolmadi. Lekin haftami davom qilmagan Ukraina urushi Rossiyaning futbol musobaqasini to'xtatdi. Yillardan buyon davom qilayotgan majburiy emgakka silingan tovarlarni boyqut qilish shuarlari ko'plagan shirkatlarga chuvin chaqqonchilik ta'sir qilmagan holda bugungi bu urushda ko'plagan shirkatlar Rossiyaning iqtisodiga jang e'lon qildi. Butun dunyoning ko'z oldida bir millatni tarixda hech o'xshashi bo'lmagan turli vahshiy vositalar bilan qirg'in qilishi qaramay, mazlumlarning yarasiga malhum bo'lgudek bir tutumning yo'qligiga va bugungi Ukrainaga qarab, musulmonlarning qinining ularning oldida naqadar arzon, naqadar e'tiborsizligini cho'nqur his qilib turganimizda, texnichi bularni bilmasga silib, o'zini xo'sh etib yurganlarga nima desak muvofiq bo'larkin? Tajovuzchilarga qarshi jang e'lon qilgan insonlarning islom va kufrdan iborat murod maqsadlarining o'xshamasligiga qarab, ularga berilgan baho, hissashlik, qo'llashlarning kufr millatida emas, balki musulmonlar orasida manqurtlarcha holga tushib qolganligi kishini ichindiramdi qandoq. Biz o'zimizning kim ekanligimizni va kimlarga tava emasligimizni tushungandala o'zimizning yo'lini topa olamiz. Chunki ibrat olmaganlar doimo amaliy savoqlar mahkum. Lekin amaliy darslardami savoq olmaganlar-chi? Albatta yo'qolish haqli bo'lishi kerak. Yat madaniyatlarning atalmış inson haqlaridan ta'sirlanib, insonlik deb jar silayotgan shalg'ut zihniyatlarning qo'sh o'lchamlik moda iqimga bilib bilmay agishishdan iborat ichinarli qismatlari kishini yo hayron qilishdan yoki ichinishdan tengqatmoqda. Subhanalloh. Biz kim edik? Kim bo'lmoqchi degan savollarga javob izlaganimizda Rasulimizning salaf solihinlarning hayoti bizni hijolatga solmoqda. Ey musulmonlar, uyg'oninglar. Haqmi ochiq, botilmi ochiq. Ko'zlarimizni qamashtirayotgan botilning yaltiroq shuarlarimi pardasini yirtib tashlamoqda. Biz yana nimani kutamiz? Bu so'zlarni aytayotganimda Salohiddin Ayyubining Quddusni ozod qilish yerismanligi tufayli etini bir yerdan bir yerga choptirib, kishilar to'plashgan joylarda jihadga da'vat qilib, "Ey musulmonlar, islom uchun" degan nidosi quloq tuyimda jaranglamoqda.